Assalomu alaykum. Umid Rashidov kanali kuzatuvchilari va xonadoniga mana shunaqa ko'rib turganingizdek chiroyli fasadlar qildirmoqchi va qanaqa fasonni tanlasam ekan deb izlab yurgan akalarimizga chiroyli bugun yangiligimiz bor. Ro'za Ramazon kirib kelishiga ham atigi 2 kun qoldi va bu videomiz chiqqanda esa 1 kun qoladi. O'rtoqlar, mana shu Ro'za Ramazonda fasadlar uchun gipki kamin qiladigan usta akalarimiz, ishlab chiqaruvchi sex rahbarlari kelishilgan holatda xalqimizga bir ozroq yordamimiz tegsin, savob bo'lsin deb ustalar bilan kelishgan holatda chiroyli aksiyalar berishyapti. Bu aksiyalardan quruq qolmaslik uchun esa bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozir bu ko'rib turgan xonadoningiz Surxondaryo viloyati Sariosiyo Sharq Yulduzi mahallasida qilinayotgan 2 xil fasondagi gipki kamin mahsulotlardan mana shu fasadlarimiz bitqazilyapti. Sizlarga esa bugun mana shular narx-navosi qanchadan qilingani haqida yoritib beramiz va bundan keyingi 15 ta xonadonga Ramazon aksiyasi tartiblari haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Siz esa bir dona like bosib, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz mumkin. Xonadonimizda ichkari tomoniga o'tdik. Ko'rgan bo'lsangiz, tashqari boshqacha fason, ichkari esa oq fasonda qilingan. Hozir nima uchun bunaqa 2 xil fason bu yerda tanlangan? To'liq ma'lumotni To'lqin akamiz o'zi beradi. O'zlari ham she'rda ustalarning oldida tushuntirib, yana zaiftalar berishyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Umidjon, yaxshimisiz? Siz yaxshi yetib keldingizmi? Siz yaxshimisiz? Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Umid Rashidov YouTube kanali obunachilari hamda kuzatib boruvchilar. Mana hammalaringiz kirib kelayotgan mana yaqin fursatlarda 1 kun qoldi, 1 kun 1,5 kun qoldi Ro'za Ramazon oyiga. Hammalaringiz mana shu kirib kelgan ro'za oyi bilan muborakbod etamiz. Mana bugun Sariosiyo tumaniga keldik. Bu yerda uyimizda har doimgidek shu gipki kamin mahsulotlarimiz bilan fasadlarni qilib beryapmiz. Bitishiga mana bugun erta bitib qoladi, xudo xohlasa. Ozgina ish qolgan. Sariosiyo tumani Sharq Yulduzi mahallasidamiz. Bu uyimiz Umidjon, bu ichkari darvozaxonadan kirganda ichkari tomoni polni oq va qora ranglarda ishlandi. Xonadon egalari shuni tanlashgan. Xonadon egalari shuni tanlashdi. Ko'cha qismlarini esa 3D fasonda 3 xil rangda ishlab berdik. Oq, seri, qora ranglarda. Uni ham ko'rsatib o'tamiz hali. Option necha kvadrat bo'ldi? Bu option uyimiz 280 kvadrat bo'lgan. Xuddi mana ko'rsatib o'tib ketding. Mana bunda shkatorka bo'lgani? Ha, mana bunda shkatorka holatda turgan edi. Shkatorkadan keyin hamma mahsulotlarni o'zimiz olib kelib, mana shunday holatga keltirib berdik uyda. O'rtoqlar, hozir bir narsani kiritib o'tib ketayin. Har gal aytaman, yana so'rashadi. Bu fasad turini xuddi mana shunaqa shkatorkani ustidan qilsa ham bo'ladi. Keyin xom g'isht bilan terilgan xonadonga ham bo'ladi. Poxsa bilan qilinganiga ham hozirgi zamonda eng ko'p terilayotgan va ishlatilayotgan mahsulot gaza blok, pena blok, shlaka blok, xullas mana shu yerda bundan tashqari barcha devorlar pishgan g'isht hamma devorlarga ketaveradi. Bo'laveradi. Shuni ham eslatib o'tib ketaylik. Pena blokka o'zlari sizga plyus tomoni kafelni kleysini ham tortishadi, setkani ham tortishadi, ustidan aboyni ham qilib berishadi. Sizga mana bunaqa shkatorkaga 30 mingdan ustaga kvadratiga berish, yana qo'shimcha sement, qum, o'sha narsalar sizga plyusga qoladi. Shunday. Xo'sh, bu fasadimizga keladigan bo'lsak, marhamat. Bu fasadimiz shu har doimgi ko'rsatib o'tadigan gipki kamin mahsulotimiz, shu mramor toshlardan tashkil topgan, stikla xolis o'zining maxsus kililaklari bilan ishlanadi. So'killar esa kafil bo'lgan uyimizda. Agar xohlashsa, kafil qildirilsa, kafil qildirmaymiz deyishgan xonadonlarimiz bor. Hozir bundan keyin uyimiz Dinoda bo'lyapti. Xuddi o'sha uyimizda so'killarni ham shundan qilib berganmiz. Uni ham ko'rsatib o'tamiz videomiz davomida. Bu yerda endi xonadon egalari kafil tanlashdi, kafil qilishdi. Mana ustalar ishlayapti bu yerda ham. Klient desakda shunday. Ixtiyoriyda, so'kilni nima qilish ixtiyoriy. Necha kvadrat bo'ldi dedik? Bu 280 kvadratlik uyimiz. 280 kvadrat bo'ldi. Xudo xolasa endi ertaga nasib ustalar bitirib qaytishadi uyga, Qiziriqqa, bu yer Sariosiyo. Bu yer necha puldan qilingan? Bu uyimiz Umidjon yangi yilda eslasangiz aksiya berdik. Yangi yilda berilgan aksiyaga olingan uy, aksiyaga qatnashgan akamiz shu yangi yildan oldin zaifga berishgan. Shundan beri kelib mana vaqti keldi, endi bitirib beryapmiz. O'zi har yili bilsangiz shu Ramazon yangi yilda aksiya beramiz. Udumga aylanib qolgan. Endi bu yilgi Ramazonda beradigan aksiyamizda ham o'zimizni ham uncha qiynamagan holda bermoqchimiz. Endi hammaga ham nima emas, bir yaxshi bo'lsin deb. Shu yangi yilda 80 berganmiz. Yangi yilda bergan aksiyamizni bizning homiylarimiz ham bizga aksiya bergani uchun berganmiz. Endi bu Ramazonga ham yana ham o'zimiz maslahat qildik.
yana shu 80 ming so'mdan beramiz. Muddatiga keladigan bo'lsak, endi bu gal sal boshqacharoq qilib bermoqchimiz. Mana ertangi 18 fevraldan boshlab aksiyamiz davom etib boshlanadi. 80 ming so'mdan faqat bu aksiyamizda uylar soni chegaralangan. Aha. Birinchi chiqqan 15 ta uyimizga aksiya beramiz. 15 ta xonadon bemalol aksiya narxida foydalanib qilish mumkin. Lekin Ramazon oyiga, ro'za oyiga 15 ta uyga aksiya beramiz. Xudo xolasa. Endi shu ro'za oyining oxirigacha ketaveradi. Endi bir haftada 10 kunda to'lib qolish ehtimoli ham yo'q emas. Bir kunda to'lmay qolishi ham mumkin. Lekin ana shu narsani ham keyin shu olinayotgan uylarimizda hammasini ro'yxatini yoritib borishimiz kerak. Bo'lmasa shunday qilaylik, masalan, ertadan zaявка berib, o'sha zakaz qilganlarni ro'yxatini qilib ketsangizda, o'sha 15 ta insonni spiskasini qilib, bitta keyingi videoda ko'rsatib o'tamiz. Shunaqa shubham bo'lishi mumkin-da, masalan, bular o'zlari 15 ta deb 20 ta ham olyapti, 30 ta ham olyapti deyish mumkin. 20 ta olyapti desa mayli-yu, lekin 5 taga bular aksiyani tugatib yubordi deyishlari ham mumkin. 5 taga tugatib yubordi deyish ham mumkin. Shunday bo'lmasligi uchun hozir shu fikr keldi. Shuni keyingi videolarimizda xohlang bitta bo'lsin, xohlang 5 ta olgan bo'laylik, xohlang 10 ta olgan bo'laylik, shuni ochiq-sochiq ko'rsatib boramiz. Bo'ldi, u ham yaxshi. Keyin ham yana o'rtoqlar, mana kommentariyadan chiqarib qo'yaman. Juda ko'plab insonlar bizga murojaat qilib kommentariyalarda yozgani uchun va har yilgi an'anani davom ettirgan holatda bu aksiyani beryapmiz. Mana kommentariyani ham chiqarib qo'yaman. O'zlarimizga yozib aksiya beringizlar. Xudo xolasa 5 ming, 10 mingdan bo'lsa ham kvadratiga 200 kvadratga 1 million so'm pul bo'ladi. Shunday. Yoki 2 million so'm 10 mingdan razisa qilsa ham pul 10 mingda eng maksimal 10 ming razisa beradi. 150-200 kvadratda 1,5-2 million degani. 1,5-2 million bilan boshqa ishlarni qilib olsa bo'ladi. Foydalanib olsalaringiz bo'ladi. O'rtoqlar, xonadonga endi bitta baho beramiz. Men kadrlarda qo'yib boraman. Denovdagi xonadonimiz necha kvadrat u? Denovdagi xonadonimiz 211 kvadrat. U ham katta uy. Bu uyimiz ham bugun uspet qilsa tugatadi, bo'lmasa ertaga обязательно tugatib ular ham qaytadi. Chunki hamma ustalarimiz mana shu ro'za boshlanishiga taqab ishlab kelyapti. U aksiyada tushganmi ham yoki bu uyimiz aksiya emas. Aksiya emas. Yo'q. Endi xudo xolasa bundan keyingi videolarimizni mana yonimizda Uzun tumani. Bir haftadan keyin mana shu ustalarimiz boshlashadi. Mana shu aksiya haqida, ro'yxatimiz haqida hammasini o'sha uyimizda yana bir haftadan keyin ma'lumot berib boramiz. Albatta o'rtoqlar, bunaqa aksiyalardan birinchi bo'lib xabardor bo'lib borish uchun albatta Umid Rashidovda YouTube, Instagram, Telegram kanallarida doimiy kuzatib boring. Bundan tashqari o'zlarini rasmiy kanallari bor. Surxon Fasad. Surxon Fasad YouTube kanali. Telegram, Instagramda rasmiy kanallari. Telegramda ham siz bemalol har qanday fasadlarni, fasonlarni ko'rib borib o'zingizga tanlashingiz mumkin bo'ladi. Mana kecha aytayaptilar, bitta derazaga yangicha fason qilgandik va gruppaga tashladik. Uy egasi mana telefon qilib o'sha fasonga o'zgartirdi deyapti. Xuddi shunday kuzatib obuna bo'lib qo'yasizlar, o'rtoqlar. Biz mana Denovdagi xonadonni ham qisqacha ko'rsatib bordik. Agarda sizga bu uyning fasadi yoki Denovdagimi yo undan tashqari boshqa fasadlar, internetdan olingan fasadlar bo'lsa ham bemalol tashlab bersangiz bo'ladi. Shu fasonlar haqida yana bitta aytib o'tmoqchiman. Hozir biz o'zi 2 yildan berimi, past 3 yildan beri qilayotgan fasonimiz juda ko'p oq bo'lib ketdi-ku. Oq qora hammaga yoqayapti ham. O'zi aslida oq qora o'zi azaldan shunday bir chiroyli rang bo'lgan, hech qanday joy tanlamaydigan. Keyin ham mana shu kuzatuvchilarimizda, shu klientlarimizda fikrlarini ham kutib qolardik. Yana qanaqa ranglarda ishlash mumkin? Fikr bersa, misol kuzatuvchilar yoki klientlar shunday har xil fikrlar berib, yangiliklar haqida, misol eshik derazalarning atrofiga ishlanadigan gullarimizni qandaydir o'zgartirishlar, kimdadir bo'ladi, juda zo'r fantaziya bo'ladi, ideyalar bo'ladi. Shunday ideyalar bo'lsa ham qabul qilamiz, to'g'ri tushunamiz, yaxshi bo'ladi. Chunki ko'proq oq qora ishlaganim uchun ayrim insonlarga yoqmay qoldimi deb o'yladim. Endi shunaqasi ham bor. Lekin klientlarimiz shuni tanlashyapti, nima qilasiz endi? Tunikafonimiz ham oqqa mokriy bo'lib qolgan hozir. Shunday. Mana shu tunikafon ham shu trendga chiqib ketgan. Oqqa mokriy, chunki ko'zimiz ko'rib o'rganganda bu. Endi hozir bu uyimizning ko'cha qismini bitta ko'rsatib o'ting, Umidjon, kadr qilib. Ko'chasi sal boshqacharoq fason, 3D fason. Ko'chadagi zo'r chiqdi u ham. 3D fasonda. Hozir
tashqi tomon 3D, ichkari oq va shu zo'rda. Shunday. Ko'zni ortmaydi, chavaqda. Ko'chadan kelgan boshqa, ichkari kirsa boshqa. Ichkari nabis bo'lganicha ham yorug'roq bo'lish uchun Kelgan mehmonlar ham o'zi uyda tomosha qilib chiqib ketadi lekin. Shunday. Zo'r. Mana tunikafonni ham zo'r qilgan. Tunikafon qildirmoqchi bo'lganlarga ham o'zimizda ustalarimiz bor. Bor, bir kunda Faxriddinni ham videolarini chiqaramiz. Hozir Surxondaryo bo'ylab uni ham bo'yniga qo'yamiz aksiyalarni. Qo'yganmiz ham unda. Aksiya davom etyapti. Nasib bo'lsa. Buni garantiyalari haqida qisqacha bir aytsangiz. Garantiyalari bizda 10 yil garantiya. 10 yilgacha biror narsa muammo chiqsa o'zimiz kelamiz, hal qilib beramiz. Hech qanday e'tiroz bo'lmaydi. Biz tomondan hech qanday yoki bo'lmasa yo'q, anavi deydigan gaplar bo'lmaydi. Endi hozirgacha mana 6 yil bo'layotgan bo'lsa, bironta e'tiroz bo'lgani yo'q. Xudoga shukr, hamma ishimiz yaxshi ketyapti. bolalar mandaq bo'yib tashsa, Endi hech kim kimdir garantiya bermaydi. qasddan chuqalasa, bu betonni ham o'yaveradi-da. 10 yil garantiya, sifat darajasi bizda har doim aytib o'tganmiz, rossiyskiy texnologiyada ishlaymiz. Sifati bizda juda boshqacha. Zo'r. Biz keyin ham yana bitta narsani aytib o'tayin. Berayotgan aksiyamizda endi kimlardir o'ylashi mumkin-da, sifat darajasini kamaytiradimi mo'jid? Qanday beradi bu aksiyani? Yo'q, biz aksiyani berganda biz katta daromad qilish uchun bermayapmiz. Sal ro'za oyida savob bo'lsin deb beryapmiz, lekin sifat darajasi tushmaydi o'rtoqlar. Bundan yaxshi bo'lsa, yaxshi bo'lib ketaveradi kundan kun, lekin biz sifatni hech qachon tushirmaganmiz, tushirmaymiz. Xudo xolasa. Xoh 80 ming bo'lsin, xoh 95 ming bo'lsin, shu sifat ishlanadi. Shunday. Sifatda 10 yil garantiya bor. Narxga talashish kerakda, keyin sifatni baribir. Sifatda umuman bizda o'zgarish bo'lishi bo'lmaydi. kerak. Xudo xolasa sifatni tushirganimiz yo'q. Yana ham sifatni oshirish harakatidamiz. Oshirib boraveramiz. Kundan kun endi tajriba oshgandan keyin sifat ham oshib ketaveradi. Ustalar ham zo'r bo'ladi. O'rtoqlar, bugun ko'p vaqtlaringizni olmaymiz. Qisqa videolarda Instagram va Telegramda chiqarib boramiz. Ko'rib baho berasizlar. Kimga mana shunaqa mahsulotlarga xizmatlar bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Surxondaryo bo'yicha hozirda Qashqadaryoga ham zakazlar bor. Bu yog'i Tojikistongacha. Shunday. Ro'za Ramazondan keyin esa Qashqadaryodan chiqaramiz. Agarda siz bizni Qashqadaryodan kuzatayotgan bo'lsangiz, qaysi tumaniga borib video chiqaraylik va qaysi tumanlardan ishlar mashina chiqarishimizni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Rahmat e'tibor uchun. To'lqin aka, sizga ham katta rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Ro'za Ramazon oyini hamma yaxshi o'tkazsin. Xudo xolasa. Hammaga yaxshi kayfiyat. Aksiyada ishtirok etib, nima deymiz? Foydalanib qolish kerak. Albatta. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Daromad hech kimga zarar qilmaydi. Rahmat e'tibor uchun, charchamanglar. Ro'za Ramazonlarni yaxshi boshlab, chiroyli qilib o'tkazasizlar. Xursandchilik, bayramlar ko'p bo'lsin va mana shunaqa bayramlarda aksiya beradigan, xalqqa bir foydali mahsulotlarni yetkazib beradigan insonlar ko'paysin. Rahmat.